Assalomu alaykum, hurmatli aziz qarindoshlar, hammalarga shu joy vaqt xayrli bo'lsin. Men To'liq Hamiddan hammalarga salom. Men necha kun o'zimniki uydagi ozroq shaxsiy ishlar va uningdagi nima ishlar bilan bak havoray so'g'ib qo'yib ketgachga men nimaga chiqolmadim. Namoyishga chiqolmadim. Qarsam havo sal illiqroq bo'ldiki, xudo xolsa yana shu nimada bo'limi. Men parlamentning oldidan chiqib ketmadim. Parlamentning oldiga maqsadli jidal qilish uchun chiqmadim. Ota-onamningki davosini davomli qilaverman. Birinchisi, bugun attigan men bu ham akşam ishlagan bo'lgandan uxlab qolsam, menga nurg'unliq uchurlar kelibdi. Qarsam London sotininki natijasi andan keyin shu muattar degan sonimizningki shu rasmni chiqarib qilganini qilib qo'yibdi. Buningdan irqiy qirg'inchilik deb muhokama, buningdan irqiy qirg'inchilik deb natija chiqibdi. Buning endi men endi bu London sotini indaymiz endi qo'llamayman. Bu dunyo uyg'ur qurultoy o'rlashtirgan. Men xalqarалық shu jinoiy ishlar sotini, shu kriminal deganligini birinchi qo'llayman. Chunki meningki ota-onam va uydagilarim ziyonkashlik uchirgan. Ben çokum undaq u chiqargan bo'lsa, onu 2021-yilda Mike Pompeo efendim Amerika'ningki tashqi ishlar ministri Cumhuriyet Xalq Cumhuriyeti Uyg'urlarning ustidan irqiy qirg'inchilik qilyapti deb bo'ldi. Xulasa uningga agishib 7 davlat parlamentidan qaror chiqib bo'ldi. Amerika hukumatı degandan keyin qolganlarga zukam yuqidi, keyindan agishib mangdigini aniq. Uningdan keyin London sotininki cevabı çıkıştı bir gün burun, yani 2-3 günün aldıda tünükünkü günlerde Amerika hükümeti Xitayla Uygurlarning ustidan irqiy qirg'inchilik qilyapti, insoniyatga qarshi jinoyat o'tkazyapti deb diplomatik Xitoyninki olimpikni boykot qildi. Shuning bilan birga buningga agishib boshqa davlatlarmi diplomatik usulda buni boykot qildi. Ya'ni Prezident Trump hükümetininki sobiq tashqi ishlar ministri Mike Pompeo efendim chiqargan bu irqiy qirg'inchilik qarorini har qaysi davlatliklar siyosiy mavqesidan, ya'ni siyosiy maydondan turib qildi. Meningki menga u telefonda avatib, mana endi bunday natija chiqibsan-ku, bunda deydi-ku, u bu degan gapni menga qilmanglar qarindoshlar. Mening maydonim aniq. Men Shvetsiyaninki Beijingdagi bosh konsuliga xat yozgan chaqda birinchi qitimda mening ota-onamni mushta bo'ldi degan chaqda biz ko'ngil bo'limiz, ko'nglimiz yerim bo'ldi degandek o'xshash xatlar yozilgan bo'lsa, ikkinchi qitimda men do'stlarim orqali mushundaq bu ishni bilgandan keyin Shvetsiyaninki xalqaro jinoiy ishlar sotiga tava ekanligini bilgandan keyin men Shvetsiya grajdani bo'lish suhbatim bilan Shvetsiyaninki Beijingdagi bosh konsuliga Shvetsiya hukumati xalqaro jinoiy ishlar sotiga a'zo davlatgan men To'liq Hamid Shvetsiyaninki fuqarosi, Shvetsiyaninki 11 yildan beri qonunliq boy to'lab ishlayapman. Meningki hech qanday bir Xitoy hukumati ota-onamni so'lavagidek yo'q. Men shuningga mushu Shvetsiyaninki xalqaro jinoiy ishlar sotiga bo'lgan imtiyozdan foydalanib turib, sizlarga ikkinchi qitim men xatni yozdim degan chog'da nihoyat yaxshi javoblar keldi. Endi undaq narsalarni rasmga tortib, o'zimningki shaxsiy narsalari, o'zimning menvatqa yo'llarim bor, uni to'g'ri men ham bakilishimningki hech qanday hojat yo'q. Shuningga menga London sotininki bunda xo'pti deb menga o gapni qilishinglarningki ba'zi birlarningki hech qanday hojat yo'q. Buni London sotida qatnashgan xalqaro jinoiy ishlar sotininki advokati Andy Dixon efendim bosh sotchiga deb bo'lgan. Bu sotninki hech qanday qaralash kuchi yo'q, hech qanday ahamiyati yo'q. Bu bir betarafni qiladigan sot. Uningdan keyin betarafni o'z ichiga olgan sot. Bu sot o'sha sotni talab qilgan kishilarningki ichilishi bo'yicha ichilgan sot. Shuningga bu sot shu kishilarning talabi bo'yicha ichilgan sot. Agar Xitoy bu yerga kelgan bo'lsa, bular bizdan materiallarni talab qilgan bo'lsa, biz bu materiallarni ichib ko'rsatishga haqlimiz. Shuning uchunga bu hech qanday bir inkor qilish nimasi yo'q. Shuningga bu yerda Xitoyninki vakilimi yo'q. Shuningga bularga materiallarni ichib ko'rsatishga degandek narsalar yo'q. Balkim Andy Dixon efendim o'zining qo'lida kam bo'lgan materiallarni London sotidan balkim to'liqlagan bo'lishi mumkin.
o'zimningki shaxsiy ko'z qarashi shuning uchun badi deb o'ylayman. Lekin men u sotni qarlash yoki xalqaroliq bir jinoiy ishlar bo'yicha atlugun mana virusninki, mana irqiy qirg'inchilikninki narsalarni mana hozir Xitoyninki shu diplomatik jihatda nima qilishi, boykot qilishi atlugun Xitoyni shu Xitoy virusi parchalab tashlagan chog'da biz vatanimizdagi Uyg'ur xalqininki, millionlagan xalqimizningki qon yoshlarni shu xalqaroliq sotdan olamiz. Bu ishni qandaqdir Xitoy Kommunistik Partiyasininki raisi Xi Jinping yoki qandaqdir bir Xitoy Kommunistik Partiyasi emas. Xi Jinping o'lib ketsa biz kimdan olamiz hisobotni jinim qarindishim. Xitoy Kommunistik Partiyasi o'rilib ketsa bu hisobotni kimdan olamiz? Shuning uchun Xitoy hukumatı, Xitoy xalqi deb turib olamiz. Erkin nasaga o'xshash chapanchilar Xi Jinpingga atib qo'yiblar. U o'lsa yoki 20 yildan keyin o'chib ketib siyosatni yumshoqlatsa, ashning bilan tugatmoqchi. Bu qitim chot xato so'qilmaydi, bu qitim chot to'g'ri so'qildi. Xalq o'yg'andi. U meni masotning natijasi manda chiqibdi, anda chiqibdi deb menga qanday javob berishinglardan qat'iy nazar, mening maydonim aniq. Men xalqaro jinoiy ishlar sotini qo'llayman. Men shu sot uchun tirik shohidlik guvohlikni berma. Men shu qo'limdan kelsa shu sotga yordam qiladigan ishlar bo'lsa qilaman. Men lekin meningki o Londondagi sot bilan mismochalik aloqam yo'q. Birinchidan London sotida nag'ma navo, naqshi muzik bo'lganligi uchun men xalqqa chiqib, shu naq maydondagi isbot rasmlarni ko'rsatdim. Xato ish qilmadim. Ikkinchisi shu sotdagi shu qizol qatnashgan shu Marta degan singlimizniki dadasi to'g'ri meni qattiq haqorat qilgan uchun men shu sotninki bir bo'lak qismida bu singlimizniki qo'lidagi 5567 degan sonni ib turib, men bu sotga radiya bildirdim va bularninki bu ish qilish sistemasini xato ekanligini tanqid qildim. Uningdan boshqa meningki boshqa qanday bir muddaiyim yoki boshqa bir g'arzim yo'q. Hamda o Xitoyning TV'sida bularni chiqarib, uni damdi, buni chiqarib damdi. Dolqin Aysoning uydagilarni chiqargan chog'da mana men batim chiqarishdan burun hamma men bilaman. Bularningki butun o'yinlarini, hamma narsasini men bilib ketgan odamman. Yog'an bo'lsa, qarshimga chiqsin. Dolqin Ayso. Efendim, oldimga chiqsangiz men sizga toza yaxshi javoblarni beraman. Chunki siz meni Dolqin aka sizni men tillab olay degandim, qurultayni tillab olay degandim dedingiz. Siz menga shu narsaga javob berishingiz kerak. Men qanchinchi oyninki, qanchinchi kuni sizga men shunday gaplarni qildim. Buning javobi sizningki men boshqa cho'ng temaga kirmasammi, qurultayingizning ichida saranglik kinishkisi bilan turib, Dunyo Uyg'ur qurultayidan oylik elib, Dunyo Uyg'ur qurultayining ichida turib, Ukraina orqali qochoqchilik qilib, nurg'un ishlarni qilgan, uningdan Dunyo Uyg'ur qurultayining ichidagi amaldorninki, ayolisininki qandaqdir 2010-yili Chavul dokument bilan Urumchiga kirib, qizini qutqizib chiqarishtirib, Chavul dokument bilan vatanga kirib chiqqan odamninki o ajrashib ketsalar hisob emas. Biz bir-birlab har bir xotinninki hisobini olamiz. Tarjimon bo'lamdi, Chavul dokumentlar bo'lgan bo'lamdi, chet ellik bo'lamdi. Hammasining oxirida siyosiy ko'rinishi bor. Dolqin Ayso apandi ma jinoyatlardan Dunyo Uyg'ur qurultayi qechib qutulolmaydi. Mana men bir davitay. Haq, homini haq. Siz meningki cho'ng dadamni Dunyo Uyg'ur qurultayiga akatgan bo'ling, yig'iniga yana bir qanday qilgan bo'ling, haq, homini haq, jinoyat o'tkazgan jinoyat bo'ladi. Buningdan hech kim qechib qutulolmaydi. G'arbninki dunyosida sud adil, qonun adil, adliya adil. Shuningga siz ma savollarimga chiqib oldi bilan javob bering. Qolganiga uningdan keyin ikkimiz yo'lda ketib o'tib, yana jiq narsani ko'ramiz. Uningdan keyin shu kunki Amerikadagi Uyg'urlarninki shu savol javoblik kunida shu kuni Dolqin Ayso apandim o'zimi naiti ochiq qilib, men buningga qarshi, buningga xato deb qarayman dedi. Uningga agashguvchi Erkin Sidiq boshchiligidagi mashalchilar, uningdan keyin va uningga agashguvchi Hakaza Refiyadagi Dumbataraq lalmi ishlardan tortib, sunga hajalaydiganlargacha, foyda manfaatgacha o'rinib ketganlargacha, ishtonning tegidan, ishtonning ustidan, galdan, maningdan ilinib qolganlargacha chapan deganni yepib butun dunyodan shu indigenisnikini yapmoqchi bo'ldi. Uningdan keyin Ömer Qanat apandimmi shu kuni shu yerda men uqmayman, buni mening aloqam yo'q dedi. O'tganda
yig'in ochgan chog'da Ömer Qanat efendim Belgiyada, Chexiyadagi Pragda biz bunday ishni bilmaymiz, unda imzo atgan ish yo'q dedi. Endi qo'pib o'zgariblar, men bunday ishni bilmayman, mening aloqam yo'q dedi. Demak, bu ishninki bog'lig'ini biladi. Mushularning qo'lidan chiqqan Rabia Qodir, Olim Sitov, Abbas oilasi, Ömer Qanat sizlar 4 jinoyatchi, 4 milliy munofiq, 4 vatan satqo'sh, 4 xoin. Uyg'ur tarixidagi Uyg'urlarningki ziminini Xitoyga o'tkazib berishga, mangulik o'tkazib berishga yordamda bo'lgan, milliy avtonomiya tilagan 4 milliy xoin va dunyo Uyg'ur qurultayiningki agash kuchidagilar milliy xoin. Bu javob. Ondan keyin dunyo Uyg'ur qurultayini o'ridi degan gapni qilib qolibsizlar. Bizningki dunyo Uyg'ur qurultayini o'riydigan yoki boshqa qiladigan hech qanday ishimiz yo'q. Dunyo Uyg'ur qurultayiga men dunyo Uyg'ur qurultayiga men qo'llamayman, bir punchana pul bermayman, mening bilan hech qanday munosabati yo'q. Men dunyo Uyg'ur qurultayiningki ziyonkashligiga uchirg'uvchi inson. Men dunyo Uyg'ur qurultayiningki xalqning ichidagi ota-onam turmida tursa, mening hissiyotimdan foydalanib, menga nas kerak to'shig'izib, meni jasuslik qilmoqchi bo'lib, meni Shvetsiyaning qonunlariga xiloflik qilmoqchi bo'lib, xalqning shaxsiy uchurlarini avatkizmoqchi bo'lib, meningki butun menga mening moddiy va ma'naviy jihatdan mendan foydalangan odam dunyo Uyg'ur qurultayining ichidagi yuqori darajalik amaldor. Bu aniq, men buni deb kelyapman. Onun için dünya Uyghur qurultayiningki mushu ichidagi odamningki men bergan 2,5 ming yevroningki Taylandga berib ko'rishib qandaqdir bir odamlar bilan qilma deb meni oldi dedi. Shangangniki muxbirlar dedi. O muxbirlar Beijingdan kiradigan muxbir degan ikki turli bo'ladi. O bu dedi. Undaq oldi dedi. Mongoliya tarafdan oldi dedi. Mening 1,5 yil vaqtimni emas, mening qayragan ota-onamningki vaqtini o'tkazibdi. Men o'kti chuvib chiqdim. Men o'yg'ong'ochib oldiga chiqdim. Men qandaqdir Dilyar Musabayevning, Salih Xudoyorningki, Zumrat Dadashninki odim emas. Men bir xalqning ichidagi bir tal xalq. Men o'yg'ong'uvchi xalq. Shuning uchun boshqalar sizlarningki kassanglarga suyamdi, tartinglarga sutang shapiramdi. Mening bilan mismochalik aloqasi yo'q. Mening qo'limda dalil isbotlarim to'p-to'liq. Qaysi sudga chiqaman desang chiqaman sen bilan. Mijinda gap. Shuningga dunyo Uyg'ur qurultayini o'rimiz, po'rimiz degan gaplar, u bizga qilingan batnam, u bizga qilingan tuhmat. Biz qo'limizga faqat bir petition to'plab, hozirgi dunyo vaziyati o'zgarayotgan vaqtda dunyoda Uyg'urning beshiga baxt qushi qo'nayotgan paytda ma dunyo Uyg'ur qurultayidagilar chami etib uchirib etimiz degan vaqtda biz a petitionni chiqarib, yo'q, ma qurultay bizningga tava emas. Biz qabul qilmaymiz. Bizningki maqsadimiz mustaqillik deb biz a petitionni ko'tarib chiqamiz. Uni qandaqdir Salih ko'tarib chiqib yoki Dilyar ko'tarib chiqib yo boshqasi ko'tarib chiqib emas. Uyg'urni ashunday indigenistdan chiqamaydigan, Uyg'urningki dokladagi 60-batdagi avtonomiyadan chiqamaydigan, kelgusdagi shu cho'ng g'arb davlatlarininki qandaqdir bir manfaatlari toza uyg'un kelgan vaqtda Uyg'urningki beshiga baxt qushi qo'ngan chog'da Uyg'ur mustaqilligi cho'ng jahonga davlatlar tarafidan dunyoning xaritasi kirgizilgan chog'da bu xaritani o'chirib, yana Xitoyningki xaritasiga qetib qo'yma deganlarga biz shu chog'da 10 ming kishilik, 20 ming kishilik petitionni ochib, bularga ko'stib, bular bizning vakilimiz emas. Bular yana Xitoy bilan yozsa Gansuga berib, Beijingga berib, Shanxayga berib yazsin. Biz mushu Uyg'uristonning ichida, ya'ni Sharq Turkistonning territoriyasining ichida yashaydigan Uyg'ur millatlari va boshqa qarindosh millatlar bilan birga biz baxtli, xotirjam yashaymiz. Chunki biz 21-asrda irqiy qirg'inchilik uchirgan, majburiyatga uchirgan, xo'rlashlarga uchirgan, ayollarimizga bosqinchilik uchirgan, tug'mas qilayotgan degan ama qo'limizda bizningki talay Amerikaninki boshchiligida materiallar bor. Shu
Bununla bunundan hazır Ömer Kanatmı seyirleyip lam, Xuaxatiden seyirleyip lam çıketgendek çıkıtmada. Ben o dokladını qilgayadım, ben yok, benim işim yok dedi. Senin işin var, paynak var, ben sana dep qo'yay. Tushundingmi? Sen eng nachiri sen mushning ichidagi. Sen Afg'onistondami tug'an, Iroqdami tug'an, sen degan demokratlarning kuchki. Tushunding? Bir tarafing Xitoyga, bir tarafing demokratlarga qo'sh o'ynaysan sen. Mandaq narsa. Senda vijdon, g'urur degan narsa yo'q. Ben seninki shaxsiy ishlaringga, nechinchi nomerlik yatalik hotellik ishlaringga kirishmay, ya. Ayaling bilan satolada bo'lmasa, ishing bir yoq bordi. Yurgingmi og'riydiki, uylab qolma, buning valisi. Mushunda o'lisa haqaysan. Shuningga meningki London soti to'g'riliq, xalqaroliq sot to'g'riliq, to'lqinaysa qo'ygan savolim to'g'riliq, buning agash ko'chchilari, ishchilari, qo'lchimoqlari Ömer Qanat degan gaplarim va Dunyo Uyg'ur qurultiyini o'raymiz deganlarga bergan meningki o'zimningki shaxsiy ochiq bayonotdi. Meningki xizmat vaqtim to'shib qoldi. Men xizmat qilishim kerak. Yana qanday gap so'zlar bo'lsa, men to'g'ri ko'rsam, chiqib yana o'zimni shu xalq bo'lishim sifatim bilan o'zimningki bayonotlarni dadillik bilan o'tirib qo'yib chiqib ketaman. Anda bo'lsa, Xudoyimga omonat qarindoshlar. Mening maydonim aniq. Men o'yg'ong'uvchi. Men mushu yo'lda mang'aman. Mening ba'zi bir og'illarim menga chaqchaq qilib dedi. Voy to'g'liq, endi sen bayroq chiqarib bo'ldi, Dunyo Uyg'ur qurultiyiga $5 emas, $50 berib biz kirib ketamiz deb, bechalarningmi bir xil nimasi ro'y nima qilib qolibdi desam, ha deydi. Mening ota-onam ziyonkashlik uchirg'uvchi men. O mening ota-onam, mening qo'limdagi isbot meningki, u xalqning ishki qiz yaxshi gapini anglab, ba'zilar bunda o'zgarib qolgan bilan, u butun ziyonkashlik uchirgan men. Men uni qilmayman, men sizlarni umidsizlantirmayman, mening oqimda menglarmi demayman, bana yurak beringlarmi demayman. Meningki men YouTube qo'ygan yoki men bir şey chiqargan chog'da ko'rilish nisbati ozsa, men xalqdan yurak tilamchiligi yoki xo'balgis tilamchiligi emas. Mening talab qildiganim, men qaraydiganim ko'rilish qitim soni ozsa, xalq uyg'onsa bo'ldi. Hozir xalq uyg'onib ketdi. Hozir qurultay nimalam desa, farq yo'q. Ba'zilar deydiki, bu nechchi kelib chiqib so'zlaydi, bu bola Amerikada xotinlarning chaylarning orasida bo'pti. Bir neçeleri dedi, ondan keyin aroq ichib so'zlaydi ekan debdi. Men birinchidan Shangyannimi tuzak chekmayman, tamakimni chekmaganga menga degan 2013 dan boshlab tashlab o'tgan. Tamakini men tuzak chekib ketmayman. Qancha ekranga chiqsammi, bundani o'ynasammi, o'zimning so'rini ashidaq bir yerlarim bor. Ashta yerda o'ynayman, men ekranga chiqib o'ynamayman. Men Dunyo Uyg'ur qurultiyidagilar emas. Chiqqan o'rvelib chiqib qalaymiqan so'zlab Uyg'urning avtonomiyaga tiqib qo'ydigan yoki indigenous qilib qo'ydigan. Shunday gap. Meningki idoram temir yo'l idorasi. Meningki Shvetsiyadagi xalq meningki tamak nash chekamdim, chekmamdim obdan biladi. Shu. Elaqa tuhmat qilsanglarmi, batnam qilsanglarmi, bunda qarab yiqib, aningdan keyin tuhmat qilsanglar, batnam qilsanglar bo'ladi. O mende yo'q narsani akab senda bor desanglar, o qanday gap hamda? O'ylaqi Mehmet To'xtashda dalti tuqu, senda ma indigenous ekansa des. Yo'q, mening beshimning ustida shapkamiz, men qanday shapkaga javob berma degandek. Shundalam gapda hamda men uni shunday gap. Shuningga qarindoshlar, hamda bizningki bu petition yig'ishimizdagi yoki bu narsalarni elib chiqishimizdagi muddaimiz, maqsadimiz qandaqdir bir yomon niyat emas. Kelgusida Uyg'urning beshiga baxt qushi qo'nadigan chog'da Uyg'ur qandaqdir bir davlatlar tarafidan xaritasi, mustaqil xaritasi chizilganda, ma cho'shq emgan hayvon kuchukning bolalari chiqib, shu qilmaymiz degan vaqtida biz a petitionni 100 ming kishilik imzoni ko'tarib chiqib, malani biz saylamadik, malar biz emas, bakarak eshib ketsa, enedining pulini to'xtatamiz. Unimi qirg'ini bo'ladi. U chog'da bularning chiqadigan ichidan rasvochiliklar, mushularga bir tim pul vermese, mushular bir yerga berib uçup dava qilgan odamlar mana shu o'zing yanchig'idan pul chiqarib, olamat bu uydagilar bilan bital pomidorni hisoblashgan go'ylar bu pastligiga aqling hayron qoldi, ko'rgan bo'lsanglar bularnikiga. Hayotida pul ko'rib baxmagan sap pochina yeb cho'ng'an devon shovchilarning bolalari. Ta yo'qlanmay go'ylar. Mujlar o'zining yanchig'idan pul chiqarib,
dava qildi deb o'ylamsizlar? Enedining puli kesilib ketirgan bo'lsa, u karayti chaqliq bilaninki, mana men deb bilan chiqdi bilaninki, shu nimasi? Sesiqchilikka birdamda chiqib bo'ldi mana. O'shanchalik bularning hali. Bularninki bir yerdan yanchiqdan pul chiqarib bular da'vo qildi deymizlar. Bularninkidan birisi pul chiqarib qilmaydi, ana qilayotganlar soliqlar. Yanchiqdan chiqarib qilayotganlar. Dilyarning ballari ana shu ballar o'zligidan endi enedidan bir tashkilotdan pul olmadi ular texi. O'zlarining yendidan ya bo'lmasa qandaqdir bir o'zining a'zo bo'lganlarniki berib qilayotganlar bo'lishi mumkin. Bo'lmasa bular mala xalqni ishini qilayotganlar. Bular sayohat qiladi, xizmat qilmaydi. Sayohat. Men ko'rgan-ku mana sayohat. Tongshan qo'y o'ynaydi. Tongshan qo'y. Vat qilib. Ish qilamdamishlar? London sotininki erkak qirg'inchilik deb qaror chiqibdi. Qaror chiqibdi, chiqsin nima bo'pti? Uni chiqirib qo'ygan Pompeo apandim. Qancha qitim chiqdi, 7 davlat chiqirib bo'ldi. Uningga agishib, o'sha qarorninki siyosiy nuqtadan ilib berilib, Xitoyninki nimalarni boykot qildi, olimpiklarni. Yana nima chiqsin nima bo'pti, chiqsa. 2 qitim nuqsotdi. 3-chi qitimga o'zgardi. Inglizlarning vijdoni qaynab, qanday gulavi bu deb ashning bilan shu boshqadan materiallarni to'lab, ash qo'ng'idan yelab biz sinflarda o'qiyotgancha bir döt ballar bo'lgan. 59 adabiyotlarda 58 adabiyot tarjima matematikalarning gapini qilganim yo'q. 59, 58, 57 da 5 dan olganlar bor. Ma'lum, ya bo'pti, seni endi uyga borsang dadangni tayoq yeyma deb yo'lab 60 ma numerong ilaqi seni tinish ilaqi stiling yaxshi deb ilaqi pelos 2,5 nomer, 1,5 nomerlarni qaytib 60 qilib shu uyga yo'lga saytatdi. Bularni shu Londonning ashunda qildi. Ama yaxtan chiqib endi Xitoyning TV'si qilib qo'yganga bu endi bir haqqoniy narsa bo'lib ketdimi? Natija kerak, natija qarindoshlar, hayajonlanmanglar, natija. Nima qilib bera oladi? Qanchalarning psixikasi buzildi? Qanchalarningki ba'zilaringlarning ota-onalarininki, ba'zilaringlarning qarindoshlar turmalar o'lib ketdi. Hatto bizningki tonish bir akamizningki Kanadadagi nima qilib ketib, o'lib ketib o'liginim ba'midi. Bularning hisobini London sudi olib bera olamdan sizlarga? Bunun hesabını xalqarалық jinoiy ishlar sud oladi. Buni to'liq tizimlatish kerak. Ism, familiyasi bilan, yurti bilan sen yoki men o'lib ketib qolsam yoki yana bir o'lib ketib qolsa bizning urug' tuqqanlarimizni tepib bir kunlarda buning to'lamimiz kuladi. Yaponiyada 2019gacha to'ladi Xitoyga texnika, pul to'ladi. Yahudlargacha hozirgacha to'layotdi. London sudidan nima to'lam chiqdi u yerdan? Qaror chiqdi, nima bo'ldi? Pompeo'ni chiqirib berganti. Pompeo'ning chiqirib bergani hisob emas. Tashqi ishlar ministrligi. Ammo to'tal xabar yo'q. Qirib qolgan bovay momaylininki chiqirib bergani. Meni basnash London sotqa meni berib bir ish qilib baqsina, men jab musotmush bol bir nim deb ketdi. Mushu bolni bir jazolayli deb, sotdim meni bir jazolab beqinglar, bir sadaqan ketay qarindoshlarim. Sotçularımı deydiğinde go'sh qitim içib tuzak nima chiqmagan, uchinchisini sana sahna hazırlab berdik. To'g'ri deydiğinde sotçularımı. Shuningga hayajonlanmanglar qarindoshlar. Maydoninglar mustahkam bo'lsin. Bugun aytgan qasam bir narsalar ketdi. Voy, men degan o'sha ko'rib, men xato qilibman. Seni birsi kaynimizga kirib, agishib birsini tilla yoki birnim yoz deydimi, seni biz kayningni ishtadikmi? Ko'tay birsin kayningdan yoki birsin majburlikmi yo niqtidikmi yo aqingdan mani cho'qim malani tilla uni qil buni qil deb o'zang haq kaynimiz agishib mangdan bir necha adlarimizmi yezib ketdi men endi bildim u bu deb bilgan bo'lsam mangmamsa adash bizning kaynimiz po'qqami qo'ng tep chiqiribmiz Facebookdan sanay maydon yo'q guylarni bundan bo'lsa uningga qaytaverib buningga qaytaverib men degan ota-onam ziyonkashlikka uchirdim deb chiqdim. Bu bir. Buningga javob olmadim texcha. Ikkinchisi London soti da nag'minava bo'ldi. San seferlar xato chiqdi ayadiki deb chiqdim. Bu to'g'ri chiqdi. Bu ikkinchisi. Uchinchisi
indigenes qilyapti, avtonomiyatli. Voy, hammasi to'g'ri chiqdi-ku. Endi ishonsang, ishonmasang, bana ne ya? Mana dapaqa olam ma'lumdek. Yo, Mamat To'xti ne kadar tarbiyalangan odam ya degandek. Bana ne ya? Mana dapaqa. Ağzını buzsa, ağzını buzdi deydi ekansilar. Tillisa, tilli deydi ekansilar. Shunday gap. Shuningga qarindoshlar, Xudoyimga amonat. Men aytgan Messengerga, WhatsApp kelgan qarindoshlarga tushuntirib qo'ydim. Qarindoshlardan Alloh razı olsun. Sog' bo'linglar, abilarim.